Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun sizlar bilan sun'iy intellekt haqida misollar ko'ramiz. Buning uchun masalan, birinchi brauzerni ochib olamiz. Brauzerga kirib turib, suno.com saytiga kiramiz. Hosil bo'lgan oynadan Season Up'ni bosamiz. Ro'yxatdan o'tish. Google akkaunt orqali deyman. Google akkaunt orqali tasdiqladik. Endi saytimizga tushadi. Saytimizga tushgandan keyin birinchi ochiladigan oynada nima qilsak bo'ladi? Demak, mana bu yerda bizda birinchi bo'limlari bor. Home, bu asosiy sahifasi. Mana bu yerda biz yaratgan loyihalar, kutubxonada qanaqa muzikalar yaratganmiz, nima qilganmiz. Mana bu yerda esa boyagi saqlash, create bosamiz masalan. Create'ni bosib, bu birinchi o'ziniki, masalan, biror nima yozib yaratmoqchi bo'lsak, mana shu yerga yozamiz. Mana bu yerdan qanaqangi, masalan, rock bo'lsinmi, rap bo'lsinmi, qanaqa usulda bo'lishi kerak, o'shalarni yozishimiz kerak bo'ladi. Hozir biz custom yo'lini tanlaymiz. Customga biz she'r kiritamiz, birorta bir she'riy to'plam. Masalan, she'r deb qidiramiz. Qani birorta bir she'rni olib turib tashlaymiz. Demak, xotima degan masalan Go'ro'g'lini oldik. Go'ro'g'li she'rini olamiz, kopirovat qilib olamiz. She'rni kopirovat qilib oldim. Mana bu yerga olib kelib qo'yamiz. Endi mana bunisi kerak emas, o'rtashimiz. Endi mana bu yerga yozamiz. Qanaqa bo'lsin? Klassik bo'lsin, virgul, rock bo'lsin, rap bo'lsin deymiz. Keyin mana bu yerga birov qidirgan paytda qanaqa qidirsin? Go'ro'g'li deymizda, create'ni bosamiz. Endi sun'iy intellekt yaratishni boshladi. Mana bu yaratib bo'lganini tekshirib ko'ramiz. Go'ravur bu osmon, zilzambi juda zilzambi. Kechib boryapman tizzamga qadar. 40 kunlik yo'l yurur, maqsadim chambil. Bog'i yeramgacha 40 kunlik kadar. Bu osmon zilzambi juda zil. Endi kelinglar, masalan, mana bu yerdan birovga jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Linkini olib turib, Telegramga o'tib turib, masalan, katalog qilib turib yuborishimiz mumkin. Ikkinchisini eshitib ko'raylik, qanaqa yashabdi. Go'ro'g'li bu osmon, zilzambil juda zilzambil. Kechib boryapman tizzamga qadar. 40 kunlik yo'l yurur, maqsadim chamdil. Bog'i eramgacha 40 kunlik kadar. Bu osmon zilzambil juda zil, juda. O yana bo'yimga osilgan qayot. Yunus misqol pari shirin uyquda. Tablaning eshigin ocholmas. Endi bu tayyor bo'lgan eski yasaganlarni bir eshitib ko'ramiz. Kamdanam, ko'pdanam, kengdanam, tordanam, yo'qdanam, bordanam, qidirma xato. Hoy do'stim, ayt nega qo'ling parishon? Alamdan yuraging ezilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening
Omadsız kunlaring cho'zilyaptimi? Ishingda unum yo'q, o'yinda tinchlik. Masalan, mana publish bosadigan bo'lsak, masalan, kim qanaqa nima pochta nomi. Demak, siqilmadingiz. Publish deb bitta bosamiz, rasm o'zi turaversin deymiz. Ketdi, endi share bosib turib, masalan, mana buni xohlagan odamingizga yuborishingiz mumkin. Masalan, Telegramdan boshqadan shuni yuboramiz, bemalol kirib bizni qo'shiqni eshitib ko'rishi mumkin bo'ladi. Biz yaratgan qo'shiqni bemalol kirib odam eshitib ko'rishi mumkin bo'ladi. Mana bu yerda so'zigacha, mana bu yerda bossak, qo'shiqni eshitib ketaveradi. Bugungi darsimiz hozircha shu. Savollaring bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Darsimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmanglar. E'tiborlaring uchun rahmat.